Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa mana biz Istanbulga keldik. Akalarimiz Tojikiston Respublikasidan. Xudo xolasa mana Toshkent Istanbul Bolgariya yo'nalishi bo'yicha qilinayotgan maxsus video. Bundan bir necha oy oldin Tojikiston Respublikasidan hamyurtdoshlarimiz vizaga podacha qilishganda mana shu insonlarni Xudo xolasa shaxsan o'zim soprovождение qilyapman, ya'ni kuzatuv jarayoni Bolgariyaga doğru bo'lgan videomiz bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, Tojikiston Respublikasidan kelgan vatandoshlarimiz, ya'ni hamyurtdoshlar mana Xudo xolasa Istanbulga qo'ndik. Kompaniyasının жұмысы, işçilerinin işi, bari haqqani. Qanday bir muammo bo'lmadi. Muammo yo'q. Kelsak aytib kutib olib, jardam berib, viza sentriga olib borib, mana hujjatlarni hujjatlashtiruvga hammasiga ko'mak berib o'tiribdi. Rahmat. Yarim soatdan keyin Bolgariya davlatiga yo'l olamiz, Xudo xolasa inshaalloh. Qam viloyatidan ukamiz mana Bolgariya davlatiga povuchiligiga, mana opalarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasidan Xudo xolasa mana mehmonxonaga ketyapti. Mana bu ko'rib turgan avtobuslar Bolgariya yo'nalishi bo'yicha ketayotgan avtobus. Xudo xolasa Istanbuldan Bolgariyaga yo'l olyapmiz. Yo'lga chiqishdan oldin bir qator mana video lavha qilib qolyapmiz. Bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz va yaqinlarimiz qo'shni respublika davlatidagi insonlarga bo'ladi. Shaxsan bizni kuzatib borishda davom eting. Agarda siz kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki bu video siz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Akamiz Xudo xolasa Bolgariyaga ketyapti, ya'ni Burgas shahriga. Holatlar, jarayonlar, dokument tartiblari yaxshi bo'ldimi o'zingizda? Hech qanday bir xatolik bo'lmadimi? Xudo xolasa bo'lmadi. Hammasi zo'r bo'ldi. Vizalarni oldingiz. Qo'lga oldik. Xudo xolasa. Qozog'istondan bu yergacha olib kelishdi bizni. Endi bu yoqqa Chimkentdan Istanbulga uchdinglar, a? Ha, Chimkentdan Istanbulga uchdik va bu yoqqa Sherisakani o'zi olib ketyapti. Xudo xolasa. Granisaga. Xudo xolasa yo'llarda ham videolar qilib qolamiz. Ekranda nomerlarimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. 2013 raqamida Telegram, WhatsApp aloqaga chiqishinglar mumkin. Faqat Telegram orqali aloqaga chiqinglar. Sababi men hozirda safardaman, ya'ni soprovождение holatlarini o'zim kuzatib boryapman. Kelayotgan, ketayotgan insonlarni. Ukamiz, Samarqanddan akamiz, opamiz, Toshkentdan oldida ham yana bir inson. Bir 7-8 ta inson O'zbekistondan, bir Qoraqalpog'iston Respublikasidan bor. Opalarimiz oldi qatordan joy olishgan. O'zimiznikilar Xudo xolasa sizlar bilan Sherzodbek kuzatib borishda davom eting. Nasib bo'lsa yaxshi videolar qilib qolamiz, to'g'ridan to'g'ri. Inshaalloh mana shu qilayotgan ishlarimiz, har bir narsalar bu sizlar uchun, ya'ni rezultatlari bilan maxsus video sizlar uchun bu Xudo xolasa foydali bo'ladi degan umiddaman.